Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asadulla Suvonovich. Tinchlikmi? Ismimni aytib murojaat qilyapsan? Chunki siz bilan ajrashmoqchiman. Sabab? Bugun psixologga borgandim. Siz menga loyiq emas ekansiz. Men gulday umrimni shaxsiy rivojlanishimga emas, sizni xizmatingizga sarflayotganmishman. Men o'zimga boy bo'lib yashash uchun ruxsat berdim. Nima endi? Oxirgi payt ishlarim yurishmay, yaxshi daromad qila olmayotganligim uchunmi? Yo'q, u uchun emas. Lekin shu uchun. Maylimi? Bu balolarsiz, janjallarsiz, dilozorliklarsiz zamonaviy odamlarga o'xshab hal qilsak. Demak, men hozir kiyim-kechaklarimni yig'ishtirib, bu uydan chiqib ketay, ha? Yo'q, unaqa farosatsiz ayol emasman. Kiyimlaringizni yig'ishtirib, taxt qilib qo'ying. Xo'p. Unda farzandimizni nima qilamiz? Farzandimizmi? Shuncha maslahatni bergan psixologing farzandni nima qilish kerakligini o'rgatmadimi? O'zi psixologingni farzandi bormi? Unisini bilmadimi? Lekin mushugi bor edi. Erichi yana? Eri bormi? Yo psixologing ham o'ziga o'zi boy bo'lishga ruxsat berdimi ekan? Dadasi o'xshamadi-ya. Ha? O'xshamadi. Ma'rifat Abdullayeva. Men choy qo'ya qolay-a? Achchiqroq bo'lsin. Xo'p bo'ladi.